Assalomu alaykum, hurmatli Narx Navolar kanalimiz obunachilari, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Surxondaryo viloyati Denov shahridan benzopilalar narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mana bunaqa, ya'ni benzinlik arralar, motorli arralar narxlari bilan tanishamiz. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov shahrida joylashgan. Sovetskiydan kirib kelinadi, ya'ni mana Sovetskiydan kirib kelinadi. Mana ro'paramizda Tara baza joylashgan. Shuni to'g'risidagi mana Inko do'kondan ko'rsatib o'tamiz. Mana tepadan Mebel City yozuvi bor. Shu 3 qavatli binoning birinchi qavatida. Bu yerda boshqa mahsulotlar ham bor. Mana ko'rib turganingizdek, hozir ayni vaqtda benzopilalar narxlari bilan tanishtirib o'taman ichkaridan. Xo'p, mana bu yerda ham har xildan terib qo'yilgan. Mana ichkarida ham bor. Bir boshdan to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Assalomu alaykum, qadrli mijozlarimiz, bo'lsa xalqimiz bo'lsin. Yangi videolarimiz sizlarga ulashishga nasib qilibdi. Mana xudo xolasa bugun sizlarga chiroyli qilib video obzorlarni qilib beramiz. Birinchi o'rinda ko'rsatadiganimiz Texa Germaniya standart original benzopilani ko'rsatib o'tamiz. Originallarda farqini tushuntirib o'taman. Texani yana bir narsaga gapimga e'tibor qilingizlar mijozlarimiz. Originalni faqat nimasi ajratsangiz bo'ladi. Mana benzopila bo'ladigan bo'lsa, originalda mana o'zida plombalik joyi bor. Mana nikelda bo'ladi. Texani shtrix kodlarigacha yozilgan bo'ladi. Keyin yana originalida mana bu narsa nakleyka bo'lmaydi. O'yib turib o'zida quyma qilib ishlangan bo'ladi. Farqini shundan ajratsangiz bo'ladi. Ikkinchi farqi mana bu tomondan ajratib olsangiz bo'ladi. Texa original benzopila bu 36 talik stivoliq bo'lyapti. Modeli ham elektr 504 model deb qo'ng'iroq qilsangiz inshaalloh sizlar uchun qilib beramiz. Ham o'yib turib yozilgan tomoni bu yerda ham mana oldi qismida ham mana ko'rsangiz bo'ladi. O'yib turib yozilgan bo'ladi. Texa originali. Bizda keyin Texas degani bor. Xuddi Texaga o'xshab ketadigan, ular narxi arzon chiqadi. Bir xil mijozlar qo'ng'iroq qo'yishyapti-da. Texani men 550-600 ming ko'rdim. Yo, original emas, anaqa kopiya variantlari bo'ladi. Ulardan xudo xolasa so'rasalar, ulardan qilib beramiz. Ulardan ham bor. Birinchi o'rinda original benzopila, masalan, ishlatadigan paytingiz mana motorlar ishlatadigan bo'lsa, moshni bo'ladi. To'g'ri o'kirishi zo'r bo'ladi. Keyin yana bitta misol, oldi tomondan qarasangiz, gullushtirlari juda katta bo'ladi. Stollar mana almazli set bilan jihozlangan bo'ladi. Korobkasi ham 3 burchak korobkada keladi. 4 burchak emas, 3 burchak korobkada keladi. Buni sifatlari, kачествоsi juda a'lo darajada. Mana bu tomonda benzin solasiz, bu tomonda yog' solsangiz bo'ladi. 36 talik stolimiz. Narxiga keladigan bo'lsak, originalini 1.150 ming so'mga qilib beramiz. Texa originalini, Texani kopiya variantlari ham bor. Ularda sizga kerak bo'lsa Texa deb yozilgan bo'lmay, Texas bo'ladi. Narxini 500 ming so'mga qilib beramiz. Eski dollar o'tkazib olsa, bundan keyingi esa mana bu ko'rishingiz mumkin. Stil bilasiz, Germaniya firma bo'ladi Stillar. Bu Xitoy varianti, lekin sifatlari yaxshi, komplekt mana chamadonlik bo'ladi. Bo'ldi motorning zapchastlari o'zida bo'ladi. Bu 38 talik stol hisoblanadi. Sifat kачествоsi yaxshi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini sizlarga 900 ming so'm qilib beramiz. Katta stolik 59 gilza porsionlik uchun. Mana bunimiz esa 58 gilza porsion, bu 59 gilza porsion. 59 gilza porsion 900 ming so'm. Keyin xuddi shuni kichik varianti bor. Bola hali terishga sut qila olmabdi. Stilda mana bu Xitoy variantini 32 ta stollik varianti bor. Narxini 500 ming so'm bizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bizga bitta olishim kerak, ancha yil xizmat qilsin, zo'ridan kerak desalar, mijozlarimiz uchun ko'rsatib o'tamiz. Zo'rini sizlarga ulashga harakat qilamiz. Mana akilikalar nima bo'lganini qarang. Bizni 5800 modeli ko'rsangiz, Bizon firmaniki, mana haqiqiy almazli sef, mana ko'rsangiz bo'ladi, almazlarini 36 talik stol bo'ladi. 5800 biza Porsche. Motor mana bu qismlari temirlik bo'ladi, labay. O'tkazib olgan savodamni. Qara, mana bu 5800 biza Porsche'miz. Buni mana bu tortma qismlari temirlik bo'ladi. Mana bu to'za kraska urilgan bo'lsa, temirlik varianti. Uncha-unchaga masalan atkaz qilmaydigan biza Porsche'lari ham zo'r. Masalan, bitta olsangiz ham kamida bitta xonadonga ancha xizmat qiladi, lekin motorni o'kirishlari juda zo'r. Bu brend xolos yo'ltirmaydigan brendlardan, sifat switch tepa qismida almashtiriladigan bo'ladi. Narxlarga keladigan bo'lsak, bularni narxini bo'lsa xalqimizga bo'lsin 800 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bizon 800 ming so'mdan originali.
Xuddi shu bizonimiz. Necha porsionlik bu? Masalan, bu 58 gilza 58. porsion, bu ham 58 gilza porsion bo'lyapti. Bu 59 gilza porsionlik bo'lyapti. Bu degani eng katta gilza porsion 59, 58 hadovoy. 58.00 gilza porsion bo'ladi, 52.00 gilza porsion bo'ladi. 52.00 ga endi o'tib boramiz xudo olsa. Bu 58.00 da mana 58 ga bizonimizni almasi sepi bunaqa fasl chiqqani ham bor. Mana bir xil qora pichoqlik bo'lsin deganlar uchun qora pichoqli chiqqani ham bor. Buni ham narxini bemalol bizning filiallarimizdan 8000 so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu ham 58.00 modelimiz. Sifat kачестволari juda yaxshi. Stvollari 36 talik bo'ladi. Bu mana shu uchalasi 58 gilza porsion Bizon brendiniki bo'ladi. Endiki navbat stvolar ixchamroq, kaltaroq bo'lsin degan mijozlarimiz uchun mana originallardan kelgan 10 brendiniki 32 talik stvol, seplari 32 talik bo'ladi. Sifat kачество zo'r. Gullishlari 3 talik. Mana ko'rishingiz mumkin, lekin bular 52 gilza porsion bilan jihozlangan. Chunki 58.00 dan gilza porsiyalar ko'radigan juda katta haybat bilan matoni solishtirib ko'rsangiz ham, bular ancha katta bo'ladi, og'ir. Yengilroq bo'lsin deganlar uchun mana bular tavsiya qilaman. 10 72.00 model, sifatlari juda yaxshi. Narxiga keladigan bo'lsak, bizning filiallardan 550 ming so'm xarid qilsangiz bo'ladi. Bunaqa bomba skidkalar faqat sezon o'tgandan keyin berishgan, lekin biz sezon boshlanishidan oldin mana shunaqa narxlar qilib qo'ydik. Bo'lsa xalqimiz bo'lsa, sifat kачествоsi juda yaxshi. 550 ming so'mdan 10 brendini xarid qilsangiz bo'ladi. Bu 32 talik 52 gilza porsion 32 talik stvol. Endiki navbat Royal originaldan kelgan, mana ko'rishingiz mumkin. Royal original 405.01 model bo'ladi, Royal firmaniki. 36 talik stvol, almazli, mana ko'r yaqinlashdi, kamera yaqinlashdi, mana ko'k almazlari bor o'zida. Sepini o'zi ham original, mana 60 ming so'mlik sep bo'ladi. Bular 58.00 gilza porsion, bular katta bo'ladi. Sifat kачествоsi juda yaxshi. Endi olsa ham, masalan, mana nima qismlari ham temirlik bo'ladi, mana bak qismi yo'q qismlari ham temirlik bo'ladi. Sifatlarga gap bo'lishi mumkin emas. Original mahsulot mana. Xuddi texnikada pastki qismida shtrix kodlari bor. Narxlarga keladigan bo'lsak, Royal firmamizda, bizning filiallarimizda bemalol 850 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. 58 gilza porsionlik. O'zida mana tayda plombalargacha bor, originalligini bildirib turadigan. Endiki navbat mana ko'rsangiz bo'ladi, Mustang. Rossiyskiy Mustang brendimiz, kачество sifatlari zo'r. Bu 52.00 gilza porsion bo'ladi. 52.00 gilza porsion 3 talik gullishtirlik bo'ladi. 32 talik stvol. Seplari ham yaxshi sep, original o'zi 50 ming so'mlik sepdan qo'yilgan. Bemalol masalan 3 ta 4 ta daraxtni bemalol tutib maydalashga yetadigan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, Mustang brendimizda rossiyskiy brend, lekin Xitoyda ishlab chiqarilgan, kачество sifatlari yaxshi. Narxini 600 ming so'mdan bo'lsa xalqimiz uchun arzonlashtirib qo'ydik. 600 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Royal brendimiz esa 800 ming so'mdan. Endiki navbat o'tgan yil ham, undan oldingi yil ham trend bo'lgan benzapilamiz. Virus firmamiz, mana hal ko'rishingiz mumkin. Mana bu 36 taligi bor. Astagfirullah, 32 taligi bor, 28 talik stolligimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Saladash ketamiz. Mana bu 52.00 gilza porsion 72 stolligi bo'lyapti. Bu degani 32 talik stol. Xuddi shuni bizda 28 taligi ham bor. Mana yetini ismini berib qo'yib qo'ydik mana. Bu 28 taligi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu esa 52.00 64 modeli bo'ladi. Stoli sal kichikroq bo'ladi. Chunki nimaga? Ishlatishga ixchamroq, qulayroq bo'ladi. Bir xil joylar bor, katta stol bilan ishlash qiyin, keyin yoshroq odam ham bemalol ishlata olish kerak, og'ir bo'lmasligi uchun. Buni ikki xil stolda kelgani bor. Gilza porsioni 52.00. Bemalol xohlagan do'koningizda topsangiz bo'ladi. Zapchast emasda muammo bo'lmaydi. 32 ta stolligini narxini 700 ming so'mdan, 28 talik stolligini esa 600 ming so'mdan bizning filiallarimizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Sifat kачестволari yaxshi. Bitta narsaga ahamiyat qiling. Paddelishning mahsuloti emas, erta bemalol xohlagan joyda buni seplarni ham, zapchastlarini ham bizdan olsangiz bo'ladi. Hamma narsasi o'zimizda sotuvda bor. Avvalambor sifati bor. Bu narsani faqat sizlardan bittasidan so'rab qolgan bo'lardik. Apkatga eng kamida 2 litr benzin bilan 91 benzin ishlating. O'zi 80 benzin ham o'zi atkasi bo'lib qoldi. 91 benzin bilan har bir litriga 50 grammdan qizil yog' qo'shib ishlatadigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda 1 litr bilan xalodni apkatga o'zini xalos to'ytaltirib qo'yasiz. Ikkinchi 1 litrda esa 15 minut ishlatib dam oltirib apkatga qilsangiz inshaalloh bemalol mazza qilib 10-15 yil xizmatingizni qiladi. Virus juda yaxshi brend. Men sizlarga tavsiya qilaman. Meni do'konimdan qayerda olsangiz, shu brendni olsangiz, puli ham arzon,
ham sifatlari juda zo'r chiqqan. Tavsiya qilaman mijozlarimiz uchun. Original mahsulotlardan endi navbat mana Kuban brendida rossiyskiy hisoblanadi. 5200 Giza Portion. Sifatlari juda yaxshi. 3 talik gluster bo'ladi. O'z siktalik sep. Narxiga keladigan bo'lsak 650 ming so'mdan qilib beramiz. Bo'lsa xalqimiz bilsin. 750 8 bilamiz, hamma joylarda sotilib yotibdi bu narsa. Bizning fillallarimizda 650 ming so'mdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Sifatli original mahsulot. Endiki navbat benzinlik narsani ishlashga qiynalaman. Men tortib o'tkazishga xushim yo'q. Meni maydaroq tincham bor. Maydalab ishlashim kerak degan mijozlarimiz uchun elektropila, tok bilan ishlaydigan pillalardan olib kelib qo'yganmiz. Xohlagan turingizda mana ko'rsatishim mumkin. Birinchi o'rinda har doimgidek Texa safda boshiga turadigan originalni buni ko'rsatib o'tamiz. Qarang. 2400 vattligi bo'lyapti. Modeli Elektor 501 model. Standart Germaniya. Bu Germaniyada ishlab chiqarilmaydi. Xitoydan keladi, lekin original mahsulot hisoblanadi. Original elektropilalar bizning filalarimizdan bor yo'g'i 700 ming so'mdan optim skidka narxida, chegirma endi o'zbek tilida aytadigan chegirma narxida 700 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Texa originali. Bemalol bo'lsa xalqimiz uchun. Endiki navbat mana Record 2400 watt. Modellari ham Turis 555 model bo'ladi. Record brendi ham juda zo'r chiqadi, sifatlari ham zo'r. Mana old tomoniga o'yib turib yozilgan bo'ladi plombalar bilan birga. Record original mahsulot. Buni bizning mahsulotimizni 650 ming so'mdan bizning fillalarni xarid qilsangiz bo'ladi. Bo'lsa biz xalqimiz uchun 900 ming so'm sotishyapti. 650 ming so'mdan kelaverasiz. Inshaalloh mahsulotlar bu yil hamma narsaga qo'ldan kelgancha chegirma qo'yamiz. O'zimizga o'xshagan tadbirkor akalarimiz xafa bo'lmaysizlar, chunki qo'ldan kelgancha mijozlar uchun nima deydi? Qulayroq qilib Force original elektropilamiz moy solinadigan joylari bor mana. Moy bemalol sepni yog'lab ishlatiladigan varianti 500 ming so'mdan bemalol xarid qilaverasiz. Force juda zo'r firma. Biot ko'rsatib bo'ladi 1800 watt. Kachisi zo'r 550 ming so'mdan. Elektropila 550 ming so'm. 1800 wattlik. 750 800 ming sotilyapti. 500 550 650 700 ming so'm. Xohlagan turingizdan bemalol kelaverasiz. Xohlagan turdagi benzapila, elektropila bundan keyingi videolarimizga inshaalloh yukimizni bolalar taxlashyapti. Mana batareykali pilalar Inikoniki, Record firmaniki, Texa firmaniki ulardan ham kelgan. Keyingi videolarga xudo xolasa chiqaramiz. Mahsulotlar kerak bo'lsa, shu pastdagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar.